eng ko'p o'qilish kerak bo'lgan duo shu ekan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Nima deyapti? Ey Robbim, menga dunyo hasanotini bergin va oxirat hasanotini bergin va do'zaxning azobidan saqlagin. Hasanat nima? Hasanat yaxshilik. Endi bu yaxshilik deb qo'yapmiz-ku, lekin bu qanaqa yaxshilik? Agar buni biz sharhi bilan tarjima qilsak shunday ma'no chiqar ekan. Robbana atina fid dunya hasana. Ey Robbim, bizga bu dunyoda nimaiki yaxshilik bo'lsa o'shani ber. Chunki odamlar yaxshilik deganda hammani o'z tushunchasi bor. O'g'il ko'rmayotgan odam o'g'il ko'rishni yaxshilik deydi. Qarzi bor odam qarzdan qutulishlikni, kasal odam davolanishlikni, hojati bor odam hojati ravo bo'lishlikni yaxshilik deb o'ylaydi. Lekin u bitta yaxshilik deb o'ylayapti. Ammo bu dunyoda nima yaxshi-yu, oxiratda nima yaxshi Alloh biladi. Biz bilmaymiz. Shuning uchun bu duoning ma'nosida Robbim menga bu dunyoda nimaki yaxshilik bo'lsa o'shini ber deyapti. Ana o'shini so'rash kerak aslida. Nimaki bo'lsa o'shini bergin. Va qiyomatda u dunyoda nimaki yaxshilik bo'lsa shuni ber. Do'zaxning azobidan bizni saqla. Ana o'sha duoni qilish kerak aslida.